Bugun qizlarning sirini ochaman. Всем привет, men qadrli любимчиklarim. Nima, har safar idealniy videolar chiqarish kerakmi? Yo'q, aslo. Bugun kamchiliklar bilan video olamiz. Borni boricha ko'rsatmoqchiman. Mana birinchisi, videoni 05 ta olyapman-da, birda olib qo'yganman. Ikkinchisi bo'lsa, piyoz to'g'rayotganda hamma qizlar shunaqa uchib ketadi. Tirnog'i bor qizlar doim barmog'ini bukvolab to'g'raydi. Sabzini bo'lsa, birdaniga to'g'rashning iloji yo'q, doim qochib ketadi. Pomidor siyg'anchiq tomonini tepaga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, pomidoringiz ezilib ketadi to'g'rayotganda. To'g'rimi qizlar? Tan olisham mard deyishi. Idish yuvishga eringanimizdan hamma yo'qda bitta idishga solamiz. Tan olinglar, menga o'xshagan qizlar bor-ku, to'g'rimi? Kir qozon deb hamma negativchilar yozadi. Kirmas, buni rangi shunaqa. Da, ajrit bilan yuvib ko'ryapmiz, lekin foydasi yo'q. Buni kuydirib ko'rish kerak menimcha. Lekin men yoki singlarim buni kuydira olmaydi. Chunki katta odam kuydirmasa erib ketib qoladi qozon. Nima qilay? Onalarimiz bekorga одноразовый konteynerlar saqlab qo'yishmaydi. Qaranglar, ayni muddao asqotadi axir. Biz bo'lsa buni tashlab yuboramiz. Oyog'imizga tapishga topolmasak, beton ustida yalangga yo'q yuramiz. To'g'rimi? Tan olinglar. Guruch yuvganimizda yerga to'kilgandan uydagilar ko'rmasin deb srazu oqizib yuboramiz. Shakarop tezroq tayyor bo'lishi uchun nima qilamiz? Piyozni srazu qo'limizda to'g'rab tashlaymiz. Taxtacha ham ishlatmaymiz. Keyin pomidor bodringlarni to'g'raymiz. Piyozni yaxshilab yuvamiz. Agar yuvmasak, ta'midan uydagilar bilib qoladi va nimaga yuvmading deb so'kadi. Undan ko'ra piyozni yuvib, tinchgina, shiringina shakarop qilgan yaxshi. To'g'rimi qizlar, gap eshitgandan ko'ra? Qani qaysi qizni duxi balandroq kommentariyada yozsin. Sizlarda ham shunga o'xshash holatlar bo'lganmi?